Men yolg'izlikni yaxshi ko'raman. Bu shaharni yomon ko'raman. Va unda yashaydigan har bir kishini yomon ko'raman. Hayotim xavf ostida bo'lsa ham, bu yer Tokiodan million marta yaxshiroq. Anilayim taqdim etadi, yangi premyera kutib oling. Men millionlab hayot ustida turibman. Birinchi soat jismoniy tarbiyamidi? Ha. Kechagi jonli efirni tomosha qildingmi? Yo'q, uxlab qoldim. Yo'q, rostdanmi? Nomura Yuta. Ota, Hazuki Kosu. U kasal, shuning uchun botga kelmaganda. Hazuki doim kelmaydi. Yo'q, botda. Juda zaifda, jismoniy tarbiyalarga ham qatnashmaydi. Aytgancha u sevgisi qo'rqitdi. Shinomiyaga. Rostdanmi? Ha, ishonish qiyin. Agar sizda qoldirib ketilgan testlar bo'lsa, uni ertaga tekshirib chiqamiz, xo'pmi? Karaoke'ga nima deysizlar? Ko'rvasanmi? Voy, bu Shindosan. Barbiram bu ketib o'rgan go'zalni olishibdi-da. U yoqimtoy va a'lochi. U shubhasiz ideal. Voy. Hammasi yaxshi. Tashqarida translyatsiya qilish g'alatiroq, a? Ha, mayli, nima bo'lsa ham. Ha, yaxshi, mana shunday. Ha, jo'yab yetdim. Wow, zo'r bo'ldi. Shindosan, qalaysan? Bu o'shami? Shindosan ajoyib. Hatto ketib o'rgan. Biz xuddi turli dunyolarda yashayotgandek, unga hatto fikrimni bildira olmayapman. Bu o'sha kunmi? Ha, lekin biroz xavotirdaman. Men ham. U hech jismoniy darsdan qolmagan.
Ular avval gaplashishganmi o'zi? Nimalar deyapman o'zi? Testlardan o'tolmagan, faqat sen qolding, Yotsuya. Sen juda yaxshi yugurasan. Shuning uchun sport maktabiga atletik musobaqasiga bormaysanmi? Ha. Bu ikkisi yana birgami? Ularni kamdan-kam ko'ramiz. Xo'sh, nima qilishni xohlaysan? Hech nima. Uyga borib kompyuter o'ynasam edi. Bu haqda o'ylab ko'rdim ustoz, lekin shart emas. Mana bu ahmoqona maktabingiz qiziqtirmaydi. Sen hech fikringni bildirmagansan. Bunaqada nima o'ylayotganingni qattan bilamiz. Hatto o'rta maktabni ham tugatolmasang kerak. Voh, u biladimi? Hayron qoldim. O'ylaymanki bunday bo'lmaydi. Men qo'limdan kelgancha o'rta maktabdan o'tishga harakat qilaman. Yaxshi, ertaga formangni olib kel. Xo'p. Men uyga boraman va o'yinimni o'ynayman. Men sinfda navbatchi edim, hozir uni yopaman. Nima? Ular qachon ketishdi? Bu nima edi? Janorsan mag'luq. Onasini emsir qochish kerak. Tsuya-kun. Zo'r, endi yigitimiz bor. Shindosan. Va u Hazoki. Mana ismim Hazoki. Bu nima edi? Nima bu? Bu nima? Basharasini qara, xuddi ahmoqqa o'xshaydi. Vahima qilmagin-da, bizani yashayat. Nima? Salom, tanishganimdan xursandman. Xohlasang mana o'yinlarni ustasi deb aytishing mumkin. Salom alaykum. Boshing, san boshing. Men hozir qoidalarni tushuntiraman. Bu o'yinning yangi a'zolari uchun qo'llanma. Sizlar bu o'yinga qabul qilindingiz. To'xta, bu nima? Eshit, Yotsuda. Sizni vazifangiz qishloq aholisining oqsoqolini vazifasini bajaring. Vaqti esa 14 kun. Xuddi hech nima bo'lmaganda gapirishni bas qilsangchi. Jim bo'l dedim-ku. Bu dunyodagi yirtqich hayvonlar sizni o'ldirishga tayyor. Bir soniya. U aytdiki, shuni nazarda tutyapman, Jimbay. Voy, nima? Og'rimadi. Topshiriqni bajarish uchun 8 qadam kerak. Har bosqich tugagandan so'ng sizga yana bitta odam qo'shilaveradi. Hokazo, oxirgi bosqichga yetganingizda esa sizga 10 kishi kerak bo'ladi. Nimaga? Buncha ko'p. Har qanday bosqichdan o'tkazishdan so'ng undagi sovg'alaringizni sheriklaringizdan so'rab olasiz. Birinchi ishtirokchi Shindoyu. Unga berilgan sovg'a shamol sehri. Akozaki Kasui. Jangchi qilichboz. Endi ko'ramiz. Yotsuya Yasukining omadi keladimi? Ha, buni televizorda ko'rganman. Jangchi to'shildimas. Nimaga? Bu shunchalik muhimmi? Fuqaro. Fermer. Nima? Xo'sh, xayr, ko'rishguncha. Aya, bu nima o'zi? Afsusdaman, sen endi fermersan. Kimdir menga nima bo'layotganini tushuntiradimi, yo'qmi? Sizlar ham bo'tqa to'satdan kelib qoldingizmi?
Birinchi marta kelganimda men yolg'iz edim. Shuning uchun topshiriqlarni bajarib, o'z olamiga qaytdim. Topshiriq tugagandan so'ng menga yana topshiriq berishdi. Nima? Yana topshiriq? Nima uchun? Keyin Shindo-san keldi va Hazuki-sanam mani do'stim bo'lasanmi? Nima? Do'st demoqchimisan? Ha, o'yin ustasi u men bilan do'st bo'lishini aytdi. Va yana shu dunyoga qaytganimda u shu yerda edi. Biz yana qaytdik va u bizga shunday dedi: "Sen bilan yolg'iz qolishimiz kerak ekan. Demak, sen keyingisi bo'lsang kerak." Demak, shunday bo'ldimi? Sinfni yopayotganingda bilgandim hech qanday muammo bo'lmasligini, lekin ular senga baribir tanbeh berishadi. Men nima qila olaman o'zi? Mana yana vahima qilishni boshladi. Ha, men ham, lekin ustoz ketgani yaxshi bo'ldi. Ha, bu tosh emasligi aniq. Senda qanday qurol bor? Qurol? Ko'zlaringni yumchi. Oh, endi unga tegan va u yoqqa bu yoqqa surgan. Bu yerda faqat senga tegishli qurollar va saqlagan qurollaring turadi. U paydo bo'ldi. Kichkina o'roqcha. Menda ketmon va o'roq. Menimcha men dehqonman. Xo'sh, bu virtual makonmi? Xuddi video o'yiniga o'xshaydi. Bu nima? U xotira. Xotira? Ha. Unga ba'zi bir xotiralarni saqlab qolsa bo'ladi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Men kurasha olmayman. Qo'limdan hech nima kelmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta senga ishonaman. Kel, harakat qilamiz, Kazuyi. Bu men kelganimdan keyin sodir bo'ldimi? Qaramang. Men Kazuyiga shunday degandim. Lekin men birinchi kun kelganimda vahima qo'zg'atib hech nima qila olmagandim. Ammo keyin hamma narsa haqiqat ekanligini bilib va topshiriqlarga kirishdim. Endi ancha xotirjamman, yo'q-yo'qon. Demak, topshiriqlarni bajarsak, biz shaharga qayta olamiz, to'g'rimi? O'sha shahargami? Yaqinlashyapti. Goblinlar. Goblin? Ha, ularga o'xshavotdi. Bu menga yoqmasligi mumkin. Lekin, qani boshladik. Mana sarguzashtlarim boshlandi. Uni buzib tashladi. Foydasi. Nima, mana jangchi qobiliyatim yo'qmi? Menga qarayapsan. Shamol sehri. Bo'ldimi? Bu shamol sehri faqat shamolni harakatlantira oladi xolos. Men darajamni oshirishim kerak. Bo'ldimi? Ammo bizda qilich bor. Yo'q, men qo'rqaman. Nima? Nimalar qilyapsan? Ular bunaqa tarzda ishlatilmaydi. O'zim qilaman. Nima? Ishlamaydi. Qurolni faqat o'zini egasi ushlashi mumkin. Borgan sari o'yinga o'xshab ketyapti. Lekin menda hali ham qurol bor. Buzib tashladi. Hazillashyapsizlarmi? Men o'lamanmi? Bu menmi? Haqiqatan. Men nima qilay? Tirikmanmi? Xavotirlanma, har 30 soniyada qayta tirilasan. Nega oldin buni menga aytmading? O'lim hech nimaga ta'sir qilmagani uchun har doim g'alaba qozonish ehtimoli bor. Shindo-san, yordamlashib yubor. Tamom. Yotsiyakon. Yaxshi. Ularni asta-sekinlik bilan bo'lsa ham yo'q qilamiz.
Qoyil. Yotsiya kunning rejasi amalga oshdi. Men unga kam baho beribman, lekin bu juda g'alati reja. Sizlar meni maqtayapsizlarmi yoki yomonlayapsizlarmi? Birinchi marta topshiriqni o'z kuching bilan yutdingmi? Xo'sh, nima desam ekan? Birinchi topshiriq goblinni yengish yengildi. Birinchi marta va ikkinchi marta hammasidan yengib qochib ketardim doim. Yana ozgina sabr qilib tur. Birimiz tirik qolgan ekanmiz. Hammamiz o'lsak nima bo'ladi? Nima? Senga aytmaganmidim? Hammamiz o'lsak, tirilmaymizmi? Bu boyagi joylashgan joyimizning xaritasi ochildi. Ha. Ertaga g'arbiy qishloqqa borarmiz. U bu yerga juda yaqin. Ertangi topshiriq qiyin bo'lmaydi degan umiddaman. Ular 5 kunda tuzaladimi? Bu qanaqasi? Biz topshiriqni bajarganimiz uchun sovg'a olmaymizmi? Uni sizlardan so'rashimni aytgandi. Sen o'yin ustasiga faqat bittagina savol bera olasan. Bu foydasiz. Quest tugagandan keyin nega men tanlanganimni so'radim. Buni sani biladigan odam biladi faqat. Ikkinchi topshiriqdan o'tganimdan so'ng siz kimsiz deb so'radim. Biz uzoq kelajakdan kelganmiz. Uzoq kelajak? Kim ishonadi bunga? Sizlarni aldab qo'ygan-ov. Mayli, baribir foydasi tegmadi. Xo'sh, birinchi men navbatchilik qilaman. Yaxshi. Qanday savol bersam ekan a? Uchalamiz ham o'lsak, hech qachon tirila olmaymizmi? Bu haqiqat degani biz haqiqiy dunyodamizmi? Tushunmayapman, lekin bundan qochmasak bo'lmaydi. Yotsiyakon. Shindosan-ku. Yotsiyakon. Hazoki, nima bo'ldi? Yotsiyakon. Yugur. Biz uni mag'lub eta olmadik. Uni yevordimi? Agar men ham o'lsam, ular tirilishmaydi. Hazoki, tirilishiga 30 soniya bor. Shindosan. Bizni eshityaptimi? Biz qishloqqa ketyapmiz. Tayoq bilan uni o'ldira olmayman. Nimalarni o'ylayapman o'zi? Yo'q, u bilan kurasha olmayman. Nima? Chap qo'ling tiklanmayaptimi? Balki yeb qo'ygani uchundir. Nima unda Shindosan hayotga qaytmaydimi? Nima? Agar ular o'lsa, bu og'irmi? Menda hujum qilish qobiliyati yo'q. Hazoki-sanda esa umuman qobiliyat yo'q. Hammasi g'alati. Shindosan qanaqa qilib bunday topshiriqni bajargan? Ular qahramonlar jo'tda keldi. Qahramonlar? Aftidan ular bizni bu dunyoda shunday deb atashsa kerak. Bu rostdan o'yin u. Voy qahramon. Mani ismim Seka. Tanishganimdan xursandman. Qahramonlar juda zo'r. Lekin men oddiy dehqonman. Mani ham qahramonlardek kuchim bo'lsa edi. Bizlardan birimizni butunlay yevorishdi. Men qishloqni boshlig'iman. Salom. Bizdan nima so'ramoqchi edingiz? Troll deb atayotgan maxluqlaringiz qishloqda yaqinda paydo bo'ldi. To'xta, u yirtqich hayvon haqida gapiryaptimi? U mana bu ko'rinishda. Iltimos, trollni o'ldirib qishlog'imizni qutqaringlar. Endi o'lamiz. Sen o'shanda goblinlarni o'ldirmagansan, to'g'rimi? Shunaqa. Qilichim ularni kesmadi-ku.
ham bunday tashlagandan keyin qanday kesadi? Manimcha Yuchan trollning ichida bo'lgani uchun tirilmasa kerak. Biza uni qutqarishimiz kerak. Bu foydasiz. Yon o'rniga Shindosan bo'lmadi-ya. Ha, Yotsuyakun. Qishloqda qol va kut. Nima? Men o'z darajamni oshirish uchun ketyapman. Ko'rishguncha. To'xta! Lekin men ham Yuchanni qutqarmoqchiman. Kechir, lekin agar birgalikda o'lsak, tirila olmaymiz. Men do'zaxga qaytmoqchi emasman. Yaxshi. Qani kel. Qochib ketolmaysan. Qani o'l. O'lasan, o'l. O'lasan. Yutdim. Bu joyda hayotim xavf ostida bo'lsa ham, lekin bu joy Tokiodan million marta yaxshiroq. Anilayim kanal uchun maxsus ovoz berildi. Tarjimon Nasirbek. Ovoz berdi Asirbek. Aytgancha, bizni adminimiz Ilyosbekka alohida rahmat. Va sizlardan yana bir bor uzr so'rayman agar ovozlarim yaxshi tushmagan yoki yomon ovoz berganim uchun. Bu birinchi qismlik uchun ancha kelishish qiyin bo'lyapti. Qaysi rolga qanaqa ovoz berishda. Sizga yoqadi degan umiddaman. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiring, kutaman.村長です。おお、うまいぞ進藤さん。実は村外れにトロールという化け物が現れましてな。どうか村を救うために倒してください。次、四谷祐介でございま。また村長のアフレコか。ぬるゲーだな。箱崎さん、私と友達にならない？キモいのでアウトでござ。どうしろって言うんだよ。